Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatga dastavka uстановка besplatno holatda o'sha hamma narxlar o'lchash uстановkalar besplatno holatda yetkazib o'rnatib beramiz. Qo'shni respublikalarimizga albatta. Assalomu alaykum. Bizni YouTube ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan aziz obunachilarimiz va yangi kuzatib turgan hamyurtlarimiz, navbatdagi darvozamizni Xudo xolasa uстановkalarni tugatdik. Bu darvozamizda har doimgidek materiallar bilan qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, yondorlari 10/5 profil 2lik stenkada bo'lgan, taglari 10lik shivellarda mashina kirib chiqadigan joylari albatta. Darvozamiz listlar 1.8 pilsovoy listda, o'sha 1.8 dan qalin bo'lgan. Bu keyingi ikkinchi qavatlariga bu tosh listlardan, shirshaviy listlardan bezak sifatida foydalangan. Darvozamiz shu tosh listlar bilan ikki qavatli holatda bo'lgan. Darvozamizga ishlagan mayda 2x2 profillarimiz ham shu eng qalin variantda bo'lgan, shu 1.3 stenkada bo'lgan. Bu yerlarga karniz qo'yilgan. Darvozamiz dizayni o'ta ajoyib chiqdi. Tevalariga shabada kirib turishi, ya'ni havo aylanishi, yorug'lik tushishi uchun skvoznoy, ya'ni lazerlardan bezak qilib gullar qilib berilgan. Darvozamizda kurgovoy 1.5 larda aylantirilgan. Darvoza ichkari tashqari ko'rinmasligi uchun xudo xolasa zazorlar bir xil chiroyli chiqqan. Darvozamiz ajoyib. Zamoqlari har doimgidek darvozamiz o'zining rangiga moslab Zuber zamoqlardan qo'yib berilgan. Mana ochilib yopilishlari ham juda ajoyib bo'lgan. Darvozamizda ichki tomonlarini ham bir qator ko'raverasizlar mana. Mana darvozamiz ichki tomonlari ham devokraskalardan foydalanib, shu mokrasfalt JK2lardan foydalanilgan. Darvozamiz sharnirlari ham katta 36 lik sharnirlardan foydalanilgan. Darvozamiz o'ta ideal chiqdi mana. Uyingizda eng yosh bola ham, eng yosh katta odam ham bemalol darvozani ochib yopiladi. Mana sentrdan bir qo'lda ochilib yopiladi. Darvozamiz aytilgan joyda mana turadi. Muammosi yo'q. Mana ochilib yopilishlarda muammosi bo'lmaydi. Oxirigacha ochiladi. Aytgan joyimiz bir qo'lda darvozamiz juda osonlik bilan mana yopiladi. Yopilib ochilishi xudo xolasa muammosi bo'lmaydi. Mana zamoqlarni ochilib yopilishlari mana ovozini bir qator eshitib ko'rasizlar. Juda ajoyib shaklda bo'lgan. Darvozamiz ko'rib turibsizlar, ikki qavatli varianti xuddi shunday holatda bo'ladi. Oldida shirshaviy listlar bilan ikkinchi qavat bo'lgan. 3 qavatli holatlar kimga kerak bo'lsa orqalari tekis chiqadi. O'shanda bu holatda ham orqalari chiroyli bo'lib figura shaklida chiqqan orqalari ham. Mana old tomonlarini ham darvozamizda ham oldi tomonlarda bir xil svetda o'sha aytganimizdek mokrasfalt JK2lardan foydalangan. Uylarda mana aka ishlariga ranglarni moslab berilgan. Juda ajoyib chiqdi. Bir so'z bilan aytganda bu yurtlarga palasa sifatida 3x2lardan foydalanilgan. Shu yurtlarni ham aytib o'tish kerak. Darvozamiz ikkita qanotlari shu bir xil holatda chiqqan. Darvozamiz bir so'z bilan aytganda ideal chiqdi. Darvozamiz glansiy holatda bo'lgan. O'sha eng tozalak, o'sha mashinani laklar, royal laklardan ishlatilgan. Xudo xolasa ajoyib shaklda chiqdi. Kimda shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastlarda nomerlarni qo'ydirib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatga dastavka uстановка besplatno holatda, o'sha hamma narxlar o'lchash uстановkalar besplatno holatda yetkazib o'rnatib beramiz. Qo'shni respublikalarimizga albatta neytralkagacha, ya'ni tamojnagacha olib borib beramiz. Undan ag'ini rasxod qoplasa albatta olib borib uстановkalarni ham qilib berishlarimiz mumkin. Kimda bundan boshqa turdagi barcha darvozalarimizni qandaydir o'zlariga yoqqan bo'lsa, albatta yetkazib uстановка barchalariga qilib beramiz. Bu darvozamizni keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr 1.250 ming so'mdan shu yerga kelib, shu original holatda kelib o'rnadi. Kimda qiziqishlar bo'lsa, albatta 1 kvadrat metri shuna kimda qiziqishlar bo'lsa, albatta pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Shu yergacha kuzatganlar uchun bitta laykda bosib ketasizlar. Barchalarga shu yergacha kuzatganlar uchun albatta rahmat.